Mening qaynotam. Sangali, kim bu yerga nega keldingiz? Seni qutqarish uchun. Senga azob berayotganini eshitdim. Seni bu yerga majburlab olib kelishgan. Hech kim meni majburlab olib kelgani yo'q. Hech kim menga azob bermayapti. Iltimos bu yerdan keting. Menga gap tegadi. Yolg'on gapirma. Shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi, tushundingmi? Seni qiynashayotganidan xabardorman. Shuning uchun keldim. Sangali, meni endi erim bor, hayotim bor. Menga gap tegadi. Iltimos bu yerdan keting. Oldin seni kim qiynayotganini menga ko'rsatasan. Men kirib jazosini beraman, keyin ketaman. Tushundingmi? Sangali, hech kim meni qiynayotgani yo'q. Iltimos keting. Nima, siz meni otamning qishloqdagilar oldida obro'yimizni tushirib sharmanda qilmoqchimisiz? Menga qara. Shuncha yo'lni bekorga bosib keldimmi? Ishni bitirmasdan ketamanmi? Menga ko'rsat dedim senga. Sangali, meni erim bor, hayotim bor. Meni unuting, keting bu yerdan. Sangali, bo'ldi, ketdik. To'xta, avval ishni bitirib ketaman. Mayli, biz ketdik. Shuncha yo'l bosib bekorga keldikmi? O'tir. Qaytib kelaman, tushundingmi? Ishni hal qilaman. O'tir, Sangali, o'tir. Barcha gaplaring yolg'on, tushundingmi? Ko'rasan, hozir qaytib kelaman. Menga yolg'on gapiryapsan. Hammasini bilib turibman. Meni alda olmaysan. Sangali, kelganimiz noto'g'ri ish bo'ldi, do'stim. Uni endi eri bor, oilasi bor. Men uni qutqargani keldim. Kimdan qutqarasan? Uni Haytali Xasis majburlab erga berdi. Eri uni qiynayapti endi. Shundan qutqarish uchun keldim. Endi tushundim. Sangali, quloq sol. Majburlabmi yo yo'qmi, u erga tegib ketdi. Bu ish urf-odatlarimizga to'g'ri kelmaydi. Agar mabodo eshikni eri ochganda nima qilarding? Mashinani o'chirganim yo'q edi. Tashlab ketganimda seni ko'p-tokdek tepishardi. Tushunyapsanmi, o'g'ayni? Seni dabdala qilishardi-ku axir. Bir zarba berib ko'rsatardim eriga. Nima bo'lsa bo'lsin. Shunday deysan-u, lekin chiqqanda shunaqa qocharding. O'zing nima deyapsan, Sangali? Ilhom keldi. Qanaqa ilhom?
Daftar bilan ruchkang bormi mashinada? Men nima, maktab o'quvchisimanmi? Daftar ruchkam bo'lsa, ruchkam bor-u, daftarim yo'q. Biror varoq bo'lsa ham ruchka bilan olib kel. Tur. Voy. Dollarlarimni sog'indim-ku. Juda ham sog'indim. Bir xabar olay dedim. Dollarlarim. Jonim sizlarga fido bo'lsin. Sizlarning muammolaringni o'zim ko'rib chiqaman. Bu yer notinch. Juda ham notinch. Bir ikkita hujjat nusxasi bor ekan. Ma, orqasiga yozsang bo'ladi. Olib qol. Ma. Bu repning nomi bormi o'zi? Voydod. Voydod? Voydod, ey, sangali haytalini dastidan. Quloq sol. Ha? Biror studiyada tanishing bormi? Qanaqa studiya? Hofizlar bir shisha xonaga kirib, mikrofon oldida quloqchin taqib, qo'shiq aytishadi-ku. Naushnik taqib, qo'shiq aytishadi-ku. Ha, ovoz yozish studiyasimi? Ovoz yozish studiyasi bir tanishim bor edi, rep aytardi. Lekin mashhur bo'lmadi. Hozir taksichilik qiladi. Menimcha uni tanishlari bo'lishi mumkin. Bir so'rab ko'rish kerak. Yur, borib ko'ramiz. Hozirmi? Ha? Yarim tunda qayerga boramiz? Boramiz, jo'ra. Ular ko'pincha yarim tunda ishlashadi-ku. Ha, yur, lekin telefonim mashinada, oldin qo'ng'iroq qilaylikchi. Qolganini yo'lda yozaman. Bu holingga bir qara. Seni yer ko'tarmaydimi? Shu mashqni yerda qilsang bo'lmaydimi? Ha? Nima bo'ldi, Radnoy? Yasanib olib, ertalabdan qayerga yo'l olyapsan? Kechasi Zaynab tushimga kiribdi. Tushingga kiribdi? Mendan xabar olmayapsiz deb yig'layotgan ekan. Unda men ham kiyimimni tuga qilib tayyor bo'lay, birga borib kelamiz. Sen qayerga borasan? Sen tushingda ko'rmagansan.
Faqat men ko'rdim, dada, o'zingiz keling dedi. Jiyanim-ku, xabar olishga meni ham haqqim bor-u, akasiman axir. Boraman-da. Sen avtoritetsan-ku. Obro'yingni o'ylasang-chi, qayerga borasan? Sharmanda qilasan. Uyni kimga tashlab ketasan? Men borsam, sen borsang, uy egasiz qoladi-ku. Sen uyga qarab o'tir. Tavba qildim. Bu gaping ham to'g'ri. Choy qo'yganman. Choy ichib ketmaysanmi? Choy? Seni navbating-a? Bugun meni galim-ku. Bir choy ichsam ham bo'lardi-yu, lekin qudamnikida ichaman. Ziyofat juda zo'r bo'ladi-da, ham ekonom bo'ladi. Meni navbatimni ham sen icha qol. Lekin aytib qo'yay, ertaga yana seni galing bo'ladi. Tushundingmi? Gap bitta, xo'pmi? Meni navbatimda ichmasang, yana meni navbatim bo'ladimi? Tushunmadim. Men yo'q bo'lsam, qanaqasiga meni navbatim bo'ladi? Aytishadi-ku, to'yga borsang, to'yib bor deb, bilmaysanmi shuni ham? Xudang bor, nima g'aming bor. Bu maqolni bilasanmi, yo'qmi? Uyda bo'l. Yana jo'rabozlik qilib yurma. Radnoy. Juda tanish hid kelyapti. Biror hidni sezmayapsanmi? Dollar hidi kelyapti. Hid? Hech qanday hid yo'q. Ishingni qil, yana hid deydi-ya. Tanish hid, Radnoy. Bu aniq dollarni hidi. Meni burnim biror marta podvodit qilmagan. Xuddi Skovich itda-ya. Nemis ovcharkasi. Ish joyi bojxonada bo'lish kerak edi. Umrini bekorga xazon qilyapti bu. Labay aka, shoga qalaysan, shoga? Nima qilyapsan? Qo'limda supurgi bilan og'il supuryapman. Nima? Ey, yo'qot, tashla shu supurgini. Ey bola, sen avtoritet bo'lmoqchimisan? Unaqada supurgini tashla. Quloq sol. Men uyimga kelgin tezda. Aka, men qanday qilib boraman? Haytal aka bilan ko'rishib qolsak, yana janjal bo'ladi. Haytali ketdi. Qudasinikiga ketdi shaharga. Xullas 2-3 kun kelmaydi. Quloq sol. Labay. Bo'riyani do'koniga borasan? Bir ikkita narsani sabrazit qilib olib kelasan tezda. Do'konga? Aka, meni pulim yo'q-ku. Pul kerak emas. Borib Abu aytdi degin. Bo'ldi. Hozir SMS qilib yuboraman kerakli narsalarni. Tushundingmi? Mayli aka. Soy bola, bir ish aytganda tezroq qilmaysanmi, shoga? Xuddi ayiqday uxlaydi. Xudo? O, Xudo. Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom. Zaynab, Labay otajon. eshikni ochmaysizlarmi? Uxlayapsizlarmi? Yo'q, kuyovingiz uxlayotdi. Eringni uyg'ot, eshikni ochsin. Mayli, hozir. Xo'p. Turing, otam kelibdi. Hoy. Turing, otam kelibdi, eshikni oching. Turing, otam kelibdi. Qo'yi, dadam keldimi? Sizni dadangiz emas, meni dadam. Tushunmadim.
Turing, eshikni oching, yana meni urishadi. Nima? Otang keldimi? Ha, otam keldi. Turing, eshikni oching. Qaynotam keldimi? Ha, qaynotangiz. Turing, Xo'p, tez. hozir. Nega kelibdi? Otam mehmonga kelmasinmi? Hey, Turing. Bor, o'zing och. Hurmat yuzasidan yaxshi bo'lmaydi. Siz ochishingiz kerak. Shunaqa odat bormi? Ha, otam darvozani kuyov ochsin dedilar. Hoy. Uxlagani ham qo'ymaydi-ya, bular jonga tegdi. Qaynotamni hurmati boraman. Qaynotam tilla odam. Qizi ham tillatan. Assalomu alaykum tog'a. Bola, uxlayapsizmi hali ham? Uxlayotgandik. Bu kallai sahardan shungizga kirdikmi deyman. Siz shaharliklarni uyg'otmasa, kechgacha uxlaysizlarmi? Vaqtli turbam nima qilamiz? Bolam, erta tursang baraka topasan. Qani yordam ber. Nima bu? Sovg'a salom. Qo'llarim og'rib ketdi. Qani yur. Yura qol. Zaynab qayerda? Hozir chiqadi. Toy bola qayerda qoldi ekan? Choy ham sovib qoldi. Tezroq harakat qilsang-chi, toshbaqaga o'xshamasdan. Nega kechikding? Sudralib yurishingni qara. Yugurganimga nafasim qaytdi. Charchadim, magazin ham uzoqda-ku. Aytgan narsalarimni oldingmi? Ha, aka. Bo'riya indamadimi? Ming'irladi aka. Ming'irladimi? Qarzi ko'p deb ming'irladi. Nima? Agar qarzini bermasa boshqa bermayman deb ming'irladi. Hali u bilan atdelni gaplashaman. U o'zidan ketibdi. Yana nima olib kelding? Saryoq. Mana. Bu kichkinasi-ku. Ikkita olib keldingmi? Nega ikkita olding? Bo'ri aytdiki, olib bor. Bu yaxshi ko'radi dedi. Bo'ladi. Eng kerakli narsalarni olibsan. Asal qani, olmadingmi? Asal mana. Mana asal. Bu boshqa gap. Hidi zo'r, haqiqiy toza asal. Qani, mayli, chiq o'tir. Qo'limni yuvay aka. Borib yuvib kel. Ke o'tir toy bola. Bir chakavatsa qilaylik. Keyin ishlarni qilamiz. Nonni ol. Ol, ushat. Bratishka ol, ye. Bu juda ham foydali narsa. Shakardan ol. Agar shakar yoqsa sol. Ko'rdingmi? Radnoy, qanaqangi naturalni. Bularni yesang, immuniteting 7-osmonda bo'ladi. Tushundingmi? Maza qilasan o'zi ham. Qani ol. Bu asallar chista naturalni. Hidini qara buni. Buni faqat yeyish kerak. Mana. Yeysanmi? Choyga qo'sh. Choyga qo'shaymi? Asal choy ich. Choyga qo'shsang zo'r bo'ladi. Ilohomin, ilohomin. Abdujabborjon, duo qiling. Haytalini qadami uzilmasin. Xush kelibsiz. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsiz. Rahmat. Qishloqda nima gaplar? Qishloq tinchmi, Haytali? Qishloq tinch. Paxta terish boshlangan. Hamma o'zi bilan o'zi qimirlab yurishibdi. Husnora kampiram yaxshi qimirlab yuribdi.
Ha, haligi Husnora kampiram sizga salom aytib yubordi. Salomat Lekin bo'lsin. shu qishloqda, salomat bo'l. Shu qishloqda hammani og'zida siz bilan bizni to'yimiz. Yo'q, ishonavering. Bizni obro'yimizni siz ko'tardingiz. Jo'rabovlar va Qudratovlar qarindosh bo'ldi. Yana nima kerak? Hurmatimiz ham oshdi ancha. Axir Qudratovlar kim? Avlodlari buyuk bo'lishgan. Buyukdi ular. Mana biz Jo'rabovlar sizlarni soyangizda obro'yimiz yanada ko'tarildi. Biz sizni obro'yingiz uchun harakat qilamiz. Salom bermaydigan odamlar kelib 2 martadan salom berishadi. Quchoq ochib keladi. Bundan-da zo'r bo'lsin. Nima qilamiz endi? Sizni farzandingiz, meni farzandim, meni farzandim sizni farzandingiz. To'g'ri. Qarindosh bo'ldik endi, ha? Albatta, albatta. Mana bunday radnoy. Buni olasan, ustiga murabboni sabrazit qilasan. Ana endi bu derski bo'ldi-da. Buni charitsa zavtraki deydi. Charitsa qilamiz. Buni qo'shamiz. Faqat ish oldinga olg'a. Faqat dvijuxada bo'lamiz. Tushundingmi? Dvijuxa nima degani? Dvijuxa ish orqasidan bo'lish degani, ishni hal qilamiz degani. Bu qanaqa shim bu senda? Nima shim kiyib olding? Nima qildi aka? Biror seryozni kiyim, biror bir derski kiyim kiy. Derski-ku. Bu derski emas, menga qara. Shoga, meni yonimda yurganingda, men boshqa bunaqa qizil-pizil kiyganingni ko'rmay. Seryozni kiyim kiy, tushundingmi? Qora kiysam bo'ladimi? Ha, qora kiysang bo'ladi. Qora rangli kiyim bu brutalniy ko'rinishing uchun, tushundingmi? Shuni brutalniy deyshadi. Hoji Sharifni bozordan oldim, aka. Hech qanaqa brutalniy emas, qip-qizil bo'yotibdi. Meni yonimda qizil bo'lib yurma, tushundingmi? Bemalol qorningni to'yg'iz. Keyin dvijuxaga ketamiz. Keyin figurangni to'g'irlash kerak. Biror marta sport bilan shug'ullanganmisan o'zi? Bu qani chappa qilaman aka? Bu qani qo'y. Udaring yaxshimi? Biror karatemi, boksmi? Kalla bilan uraman. Barzanga sigir yiqiladi. Faqat barzangi mollarga qo'shilib o'zingga ham mol bo'lib ketibsan. Bu yog'iga ishlar seryozni bo'ladi. Bir kasaklar chiqadi. Shunaqangi kasaklar chiqadiki. Kasak nima aka? Kasak nima ekanligini ham bilmaysanmi? Yo'q, bilmayman. Masalan, mana bu kasak, tushundingmi? Sariyog' bilan murabboni shunday qo'lga olib, shuni shunday qilib charitsa qilasan. Tushundingmi? Ha, tushunding-a? Bos Arslon. Shu desiz, Xudo, shaharda 1-2 kunlik ishim bor. Yaxshi-ku, bemalol. Shu sizlarnikida 1-2 kun qolsammi deyapman. Nega bo'lmas ekan? Shu xonadonning eshigi siz uchun doim ochiq, Xudo. Ana u tepadagi mehmonxonani ko'rdingizmi? Ana o'sha sizga bo'ladi. U ham luksmi deyman? Ha, albatta luks. Issiq sovuq suvi bormi? Bor. Bu xonalardan tepadagi zo'rroq. Sharoiti zo'r deng. 100%. Endi sharoitlaringiz 100% baribir. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Qani biror narsadan yeylik? Ha, qani marhamat. Nonni ushataylikchi. Ishonasizmi? Qornim shunaqangi ochib ketdi. Qishloqdan erta sahar turgancha bu yoqqa kelaverdim. Marhamat. Qani olinglar. Marhamat. Oling. Rahmat. Ye. Kelsinchi. Jonim meni. Qani salom bersinchi, nabirangizmi? Qani salom qilsinchi? Assalomu alaykum. Barakalloh. Umri uzoq bo'lsin. Qoyil. Qani bizga ham salom bering. Ehtiyot bo'ling. Sen Haytalidan umuman qo'rqma. Любое время kelsa ham kelaver. Haytali aka. Kimdir keldi? Shomurod aka. Ha, toy bola. Assalomu alaykum. Qalaysan? Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Pastayan shu yerdasan, ha? Shu yerdamas. Akam qayerda? Akangni nima qilasan? Bir masala bor edi, shuni so'ramoqchi edim. Akang ketdi. Mayli, sizlar bemalol unda. Men keyin kelarman, ha? Qayerga dumingni likillatib ketyapsan? O'tir bu yerga. Sen so'tayni qaynonang suyarkan. Ke, biz bilan birga chayqavatsa qil. Shogani yoniga o'tir. Mana bu yerga o'tiring. Tepaga chiq. Yaxshimisizlar? Ke. Ishlar yaxshimi? Yaxshi. Bolalaring yaxshimi? Ishlaring yaxshimi? O'zing qalaysan? Ha, toy bola. Ko'rinmaysan, kelmaysan ham. Ozroq ishlarim bor edi. Shu ishlarim ham to'xtadi. Ishlarim ozgina yurishmay to'xtab qolgan. Poda tugadi.
Moli borlarning mollari ham uylarida, na kasal bo'ladi, na chaqiradi. Biron joyi singan mol chiqmasa bekor. Faqat tekin topib yeb yurgansanda, shirinlik berchi bunga sho'ga. Shirinlik yeymizmi? Bu asalarilar kun bermaydi-da. Asal yegan uchib kelishganda. Bu asaldan yesang, immunitetingni 7-osmonga chiqaradi. Bir oy avval yegandim-ku. Yana bormi? Buni olib ketsam, bolam shamollagan, bo'yniga surtardim-da. Toy bola, berganini yesangchi. Keyin o'ylaysan bola chaqangni. Zo'r asalda bu. Qishloqda nima gap? Tinchlik. O'zingiz ishlaringiz qalay? Ishlar million. Millionu lekin tomizmasdan yeng. Demak, hech qanaqa yangilik yo'q, ha? Yo'q, biror yangilik yo'q. Qanaqasiga to'ydan keyin rosa fish xabarlar keldi. Bilmadim, ishlar yaxshimi? Yangi kiyimlar olib, o'zingni solidniy qilibsanmi, ha? Qoyil. Juda ham chiroyli bo'lib ketibsan. Ana ko'rdingmi? Yangi kiyim kiyganga o'zgarib qolibsan. Ochilibsan, ziq-ziq bo'lib yurarding, motam tutib. Derski bo'lganmi? Lekin o'zingga derskidan ham o'tib ketibsan. Sangali, men senga nima dedim, Radnoy? Xo'p aka. Men bir marta gapiraman, tushundingmi? Abu bir marta gapiradi. Shuni ertaroq olganingda balki baxtli, taxtli bo'lib ketarmiding? Ha, Botirbek. Nimaga? Telegramga? Hozir kiraman. Yana putat qilma. Aytgan narsalarimmi? Cho'tkimi hammasi? Bo'ldi. Hozir aloqa bor joyga chiqay. Bu yerda yaxshi emas internet. Buni Telegramdan yuborgan narsasini bitta ko'rib keling. Bu yerda internet ham yaxshi ishlamaydi. Telegram kim aka? Telegram kim? Telegram kim emas, betofiq. Telegram nima? Hozir kelaman. Shomurod aka? Telegram nima? Telegram? Ha. Telegramni bilmaysanmi? Yo'q. Telegram chiroyli qiz bo'ladi-ku. Juda chiroyli, uzun bo'yli. Ana o'sha Telegram. Telegram sevgan qizmi? Ha? Rusmi? Yo'q, o'zimizni tojik qizlar. Endi ismini Telegram qo'yganda, balkim isminidir, balkim laqabidir, bilmayman. Ruscha ism-ku? Ruschami, tojikchami, hammasi bitta ism bo'lgan. Qayerdan bilay u Telegramni? Lekin firmenning narsalarni yeydi, a? Buni qara, shaftoli murabbosini men 2 oy oldin 4 ta buqasi bor, 5 ta qo'chqor boyni uyida ko'rgandim. Yemagandim-u, ko'rgandim. Buni qara. Buni ishi zo'rga o'xshaydi. Divideniyasi zo'rligidan qarz daftar to'lib ketgan. Qaysi daftar? Qarz daftari magazindagi. Yaxshiyamki, Telegram bor. Ishlar joyda, sabrazit bo'ladi. Aka? Ha? Telegram yangam qanday? Kim? Shomurod aka aytdiki, Telegram sevgani deb. Telegram sevgan qizim? Ha? Bola, xuddi mol polinga o'xshagan mol bo'psan. Qanaqasiga Telegram sevgan qizim? Telegram bu chat, Viber, WhatsAppga o'xshash yoz bor-u, SMS yuborasan. Rasm-pasm jo'natasan-u. Mana shunaqa narsa. Bo'ldi, senlar qanaqa sivilizatsionni mirda yashab ko'rmaysanlar, nima balo, ha? Sharmanda qilasanlar odamni. Mana bu aytdi-da, aka. Shoga, sen har xil mol qo'ylarga quloq solaverma, tushundingmi? Bo'ldi, tushundim. Buncha pastga urmagin. Bu yoqqa qo'y buni. Nega buncha bizni pastga urasan? Shu mol u qo'y boqib katta bo'lgan bo'lsak, endi biz yomon bo'ldikmi? Qanaqa mol qo'y? Sho'xa, o'zingdan ketma. Har narsani me'yori bor. Me'yordan oshmasdan gapir. Tushundingmi? Shu darajada pastga urdingki bizni. Yer bilan bitta bo'ldik-da. Nahotki Telegramni bilmaysan? Xo'p, bunaqa narsalarni bilmasak endi, bu gaplarni qo'y. Ko'p asabiylashmaginda meni eshit. Yoshing ancha o'tib qolgan bo'lsa, mana, men seni sinfdoshingman. 3 ta bolam bor. Ana, Zafarda bor. Qolganlarni ham 2-3 tadan bolasi bor. Qachon seni boshingni 2 ta qilamiz, a? Qachon? Gapir. Boshim 2 ta bo'lgandir balki. Sen qayerdan ham bilarding? Yo'q, o'zingcha valdiraverma. Qishloqdagilar ustingdan kulishyapti. Undan ko'ra kel, to'y qilaylik, 4 ta raqsga tushaylik. Zo'r bo'lardi. Ha?
Dadam sizni chaqiryapti. Kim? Dadam. Dadangmi? Keyin meni ismimni nima deding? Sizni dadam chaqiryapti. Ismim sizmas-ku. Ota-onam juda chiroyli ism qo'yishgan. Emin. Tushunarlimi? Qani bir marta Emin dechi? E'tibor bersam biron marta ismimni aytmabsan. Emin. Emin. Ana shunday, Emin. Keyin kim chaqirdi deding? Esimdan chiqdi. Emin, sizni dadam chaqiryapti. Ha, qaynotammi? Qaynotam bittada, qaynotam juda yaxshi inson. Muhimi, yuragi bor inson. Meni tushunadi, his qiladi. Qiziga o'xshagan berahm emas. Ha? Dadangdan o'rgangin. Kir yuzlaringga o'laman-da. Kir yuzingga o'laymish. Senga qizini bermoqchi ekan. Shunaqa deb eshitdim. Shoha, Radnoy, bir gap aytaymi? O'zing ishingni qilgin, mol qo'ylarni ko'l qilib yuraver. Hayotiy masalalarga aralashma. Nasib qilgan bo'lsa bugun, bo'lmasa ertaga, bo'lmasa keyingi yildir. Meni ham niyatim bor. Keyingi yilgacha bormizmi, yo'qmizmi? Sen bugungi ishni indinga qoldirmada endi. Aytdingmi, borda ol. Bo'ldi. Keyingi yilmish. Xo'p, men qara, mendan tashqari yana bitta uylanadigan yigit bor. Bu Radnoyni uylantirish kerak. Yoshi ham mendan kattaroq bo'lsa. Uylantirsang uylantir. O'zingni obod qilgin. Gap yo'q. Sen Radnoyga xizmat qilasan. Radnoy senga xizmat qiladi. Shu ishlarda birorta kelinni olib kel, choy damlab bersin. Xizmatlaringni qilsin-da. E'tibor bersam, bu narsalarni hammasi sifatli ekan. Ha? Buni yesangchi Radnoy, immuniteting bor-ku, faqat 100 dan balandda bo'ladi. Asal yeganimga ko'ryapsanmi? Bulbuldek sayrayapman. Lekin mana bunisi agorsimi? Nima edi? Agrutsi. Krasavchiksiz tog'a, go'zalsiz. Eminjon, 18 yoshdeksizda tog'a. Gap yo'q. Eminjon, bir xizmat bor edi. Nima xizmat? Birorta uy sotadigan tanishing yo'qmi? Maklermi? Arzonroq uy topsin-da o'sha. Bor. Hamma sohalarda tanishlarim bor. Muammo yo'q. Gap o'zimizda oramizda qolsin. Uy sotib olmoqchiman. Uy sotib olmoqchimisiz? Ha. Pullaringizni yig'dingizmi, tog'a? Endi u siz bo'lmaydi-ku. Bo'ldi, hal qilamiz. Ketdik. U odamni ko'raylik. Hozirmi? Ha, tog'ajon. Hozir ishga kech qolyapman. Ishxonada kutib turishibdi. Borib ishlarimni bitirib, qaytib kelaman. Men kelguncha siz shu yerda ko'k choy ichib, yonboshlab dam olib turing. Keyin kelaman, xo'pmi? Boramiz. Eminjon, hazilni vaqti emas. Endi borish kerak, ko'rish kerak, ishni bitirish kerak. Borasan, kelasan, qancha benzin sarf bo'ladi. Yaxshisi ish joyingga birga boray. Indamasdan bir chetda o'tiraman. Senga umuman xalaqit qilmayman. Uyni qayerdan sotib olmoqchisiz? Markazdan? Markazdanmi? Bo'lsa markazdan bo'lsin. Tog'a, markaz zo'rda. Center, markazda bo'laylik. Qachongacha yuramiz qishloqda? Agrutsi ekani qara. Bodring deb qo'ya qoling. Bodring agrutsi bo'ladimi? Lekin bu bizga ko'proq kerak ekan. Suvni bosh og'riyotgan vaqt ichasan, uydagi shisha bilan maydalaymiz-da buni. Ha? Mazza qilasan-da. Ha? Qalay? Ichib, Aka, o'zingiz ichavering. Men boshqa ichmayman. Nega ichmaysan? Bir marta ichdim, bo'larim bo'ldi. Kerak emas. Yana nima bo'ldi? Menga qaralaring, Shoha. Abetga jarganimiz bor. Shoga bilan. Agar bekor bo'lsang-ki, bu jarganga atalgan. U ahmoqona ishlaringni bir tarafli qil. Tushundingmi? Menga quloq sol. Mana bu ham zo'r jargan. Bu anzur, dahshat, zo'r narsa. Buni jargan bilan yesangiz bo'ladi. Bunisini olaman. Shu anzurni menga beringlar. Bu vitamin.
Kaloriyasi ham zo'r. Immunitetni ko'taradi. Asosan uylangan erkaklar uchun. Sizlar bo'ydoqsizlar. Shuning uchun ikkalangizga mana shu kichkinasi ham yetadi. Obor mayli, bizni hisobdan ehson qilaman. Xo'p, rahmat. Lekin men buni olaman. boshqa bunaqa har narsaga aralashma. Men buni oldim bo'lmasam. Bu uchun rahmat. Bunisini ham bersang zo'r bo'lardi-da. Aka, yeb, yana olib ham ketasizmi? Bu vitaminni eng tozasi. Buni yegach, mana joyingda mana shunday sakraysan. Bilmaysizlar-da. Bola-ya. Gapni ham topib gapirasan-da. Mayli unda. Sen lekin u masalani o'ylab ko'rgin, xo'pmi? Chunki u xotin qattiq tayyorgarlik ko'rgan. O'ylaymanki, O'sha ayolga aytib qo'y, aqlini yig'ib olsin. yana to'yingni bechoralarga o'xshab o'tkazma. Mayli, yana ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Salom. Emin aka sizni boshqa hisobchimiz kutib turibdi. Keldimi? Ha. Buncha vaqtli kelmasa, bir oldilariga kiraylik. Bitta bugalterimiz bor. Quyosh chiqmasdan keladi. Yuring tog'a. Yo'q, Eminjon, ishingni qilaver. Men bankni bir tomosha qilaman. Xo'p, nigina? Assalomu alaykum. Tog'a nima ichasiz? Choymi, kofemi? Choy, kofe? Ha. Bu suvmi? Ha, suv. Bepulmi? Albatta. Shu suvdan quy. Xo'p. Issiq suvmi, sovuq suvmi? Issig'i ham bormi? Ha. Shu issiq suvdan quygin. Marhamat. Suv sog'liqqa juda katta foyda. Biron boshqa xizmat bormi? Yo'q, rahmat. Bemalol ishlayvering. Bu qiz ishbilarmon ekan. Tekin suv turganda menga pulli choy kofesini o'tkazmoqchi. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Eminjon, soat nechi bo'ldi? Soatmi ustoz? Shu 10-15 daqiqaga kech qoldim ustoz. Boshliq odam ishchilarga o'rnak bo'lish kerak. Yarim soat ulardan ishga vaqtli kelish kerak. Gapingiz to'g'ri-yu, lekin boshliq yangi kuyov bo'lsa-chi? Unda kechiramiz, mayli, kirib. Keling ustoz. Siz Marhamat, kirib marhamat. bemalol o'tirsangiz ham bo'ladi. Yo. Sensiz qanday o'tiraman? Ustoz gapiring. Tinchlikmi ertalabdan chaqiribsiz? Xushxabar Eminjon, xushxabar. Tinchlikmikin? Rossiya Federatsiyasini eng nufuzli banklaridan biri bo'lgan Tinkoff Bank bizga o'z agentligini vakolatnomasini berdi. Yo'q. Ha, albatta. Hazlashyapsizmi ustoz? Hozirni joyimi hozir. Rostdanmi? Albatta-da. Assalomu alaykum, marhamat. Va alaykum assalom. Nima xizmat? Bolam, yaxshimisan? Tinchmisan? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Shukr. Meni nomimni tekshirchi, bu bankdan qarzim bor ekanmi? Ismi sharfingiz? Jo'robov Haytali. Xo'p. Haytali aka. Xo'p. Haytali aka. Nabay. Sizni yaqinda muddatli to'lovingiz bor. Yopishmabdimi? Yo'q. Siz bir marta to'lov qilgansiz. Yaqin kunlarda yana to'lov qilishingiz kerak ekan. Yaxshilab ko'ring-chi, balkim yopishgandir. Yo'q, yopilmagan. Mana ko'ring. Bir marta to'lov qilgansiz. Yaqinda yana to'lov qilishingiz kerak ekan. Qarzingizni vaqtida to'lashingiz kerak. Shu darajadagi qattiq odamni hayotimda ko'rmaganman. Sizlar uchun bu pul nima, ha? Bir qadrsiz narsadek. Shu pulni olmasdan qarzni yopmaysanmi? Meni ham obro'yim ko'tarilardi. Xudo bo'lgan bo'lsak. Nimadir dedingizmi aka? Yo'q, hech gap yo'q. Bolam, sen ishingni qilaver. To'laysizmi? Oylik to'lovni to'laysizmi? Yo'q, bolam, pul qayerda to'lashga? Bir ilojini qilaman. Sen ishingni qilaver. Men pul beramanmi? Bu yangilik asosan
Yurtdoshlarimiz uchun juda ham qulay bo'ladi, ustoz. Albatta. Agar ularni Tinkoff bankida hisob raqami bo'lmasa, ularni yaqinlari Emin sarmoyaga kelib, hisob raqami ochsin, elektron karta ochsin. Albatta. O'zlari rublni jo'nataversin, kurs pastda bo'lsa, so'mga almashtirmaydi. Yig'ilib turaveradi. Rublni kursi ko'tarilishi bilan tezda yechib olishadi. Ha, sen nima deganding? Ha, ustoz, men u vaqt bu ish amalga oshmaydi deb o'ylab, vaqtni bekorga ketkazmaylik degandim. Daday bugun ishga keladimi? Menimcha yo'q. Bo'lmasa, men bu xushxabarni birinchilardan bo'lib qo'ng'iroq qilib u kishiga yetkazaman. Ustoz, men o'zim ishdan keyin. Ya. Chumchuq so'ysa ham kim so'ysa? Qassob. Qassob so'ysan. O'tiring ustoz, achchiqina choy. Yo, achchiq choy ham bo'lmaydi. Meni ishlarim bor. Marhamat. Xo'p. Marhamat, kiring. Mumkinmi? Keling. Qaynotam qayerda? Shu yerda aylanib yuribdi. Aylanib yuribdi? Ha. Parkma aylanib yuradi. Sizda nima gap? Emin aka, qarz olish va berish uchun sizni ruxsatingiz kerak edi. Meni ruxsatim? Ha, ko'raylikchi. Keling, tez ishlarni bitiraylik, ishim bor. Mumkinmi? Marhamat. Bu qanday xona? Kimning xonasi? Bosh hisobchini xonasi. Bosh hisobchi? Ha, xizmat. Meni tanimadingizmi? Yo'q. Meni Haytali deyshadi. Haytali? Ha, Qaysi Haytali? boshlig'ingizni qudasiman. Nusrat akanimi? Xush kelibsiz, kechirasiz. Endi ishga chalg'ib tanimay qolibman. Yo'q. Xush kelibsiz. Hijolat bo'lmang. Kelibsiz. Hijolat bo'lmang. Ishlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Xizmat. Xizmat shuki, sizni bankingizdan 1-2 so'm pul olgandim, qarz. Xudo bo'lmasdan oldin. Qizimni to'yiga yetmaganiga olgandim. Shunga sizni bankingizdan 1-2 so'm qarzim bor. Nech pul olgandingiz? 20 ming so'm. Bir marta muddatli qarzni to'ladik. 1970 so'mni o'zimni cho'ntagimdan chiqarib to'ladim. Xo'p. Ana endi 18,030 so'm qolgan. Endi shuni nima qilib yopsak bo'ladi? Haytalijon, Labay. buni ikkita yo'li bor. Birinchisi, qolgan hamma pullaringizni yig'asiz u olib kelib topshirasiz. Ikkinchisi, har oy oz-ozdan to'lab boraverasiz, qutulasiz. Bunday qonunni o'zim ham bilaman. Aytmoqchi bo'lganim, biron yo'li yo'qmi? Umuman yopsak? Uchinchi yo'li, qudangiz bilan bir gaplashib kelishasizda. Ha mayli, siz ishingizni qilavering, boshqa yo'li yo'qmikin? Yana bir narsa so'rasam. Xo'sh, Asabiylashgan paytimda yoki biron kishi yomon gapirganida u bilan janjal qilgan paytda tuzalishni yo'lini topganman. Xo'sh. Dori-pori ichmayman, giyohlar ham ichmayman. Shu pulni olaman u so'mni keyin sanashni boshlayman. Sanayveraman to asabim joyiga tushmaguncha. Sanayveraman, oxiri jonim rohat qiladi. Pul ham mo'jiza ekan, asabni tinchlantiradi. Sizda ham shunaqami? Haytalijon, Labay. ikkimizni dardimiz bir ekan. Menda ham Sizda aynan ham shunaqami? Sizda ham. Ada. Yana bir joyi bor-da. Hali bironta puldor odamni ko'rmadimki, gripp bo'lgan bo'lsa yoki ich ketar bo'lib qolgan bo'lsa. Men Nusratga ko'p aytaman. Hoy, asabiylashdingmi? Pulni olu, hech bo'lmasa 10 marta pulni sana. Bo'ldi. Bilishmaydi. Tog'a ishim tugadi. Hozir chiqaman. Xo'p. Kuyovim. Yagona kuyovim.
Ha, yaxshi bola, yaxshi. Bir xil vaqtda bolam deyman. Ha. U ham dada deydi ba'zan. Raqamingizni Emindan olaman. Albatta, albatta. Yana bir maslahatlashamiz, xo'pmi? Gaplashamiz. Xush kelibsiz. Bo'pti. Xo'p. Xush kelibsiz. Xayr, xayr. Haytali. Ajoyib odam ekan-da. Barakalla, barakalla kelin, hormang. Rahmat oyijon. Oyijon, choy damlab beraymi? Biror narsa Yo'q, kerakmi? rahmat, bor hammasi. Ha, menga quloq soling. Ammangiz haqida aytmoqchiman. Siz ammangizdan xafa bo'lmang. O'sha kuni biroz qattiqroq gapirdi. Uni tabiati, gapirishi shunaqa. Siz xafa bo'lmang, xo'pmi, qizim? Ha, dadangiz bilan men sizni yoningizdamiz. Xo'pmi, qizim? Xo'p bo'ladi oyijon. Barakalla, qizim. Tog'a? Labbay, Qudratullo. Meni yaqin do'stim. Ha, juda yaxshi. Bu kishi qaynotam. Meni Haytali deyshadi. Xush kelibsiz, Haytal aka. Bu kuyov bola, Eminjon. Meni kuyovim. Taniyman, Emin do'stim. Nima xizmat, Emin? Shu tog'amga uy topish kerak. Markazdan, ha, tog'a? Ha, albatta. Markazdan qanaqa uy yoqsa so'rang. Shunaqangi uy bo'lsinki, shu uyga tog'am kirgan paytlarda o'zini yosh his qilsin. Tog'ajon, yana bir bor xush kelibsiz. Uyni nima maqsadda olmoqchisiz? Tijorat uchunmi yo yashash uchunmi? Yashash uchun-da, kuyov. Albatta yashash uchun. Shu siqilsa qishloqdan kelib yashaydi. Shunaqa uy olayinki, kirganda rohatlanaydi. Qudratullojon. Bilasanmi bolam, hamma sharoiti bo'lsin. Ajoyib. Ta'mirlangan bo'lsinmi yoki ta'mirsiz? Qanaqa bo'lsin? Albatta ta'mirlangan bo'lsin. Kim uni yana ta'mirlaydi, ha? Sharoiti ham yo'q hozirgi zamonda. Shu tayyor bo'lsa, kirib yashasam, maza qilib yashay. Yaxshi. Necha xonali bo'lsin? Haligi 2 xonali bo'lsa yetar. Ha? Keng bo'lsa bo'ldi. Ha, keng bo'lsin. Ha, keng bo'lsin. Baland patologli bo'ladimi? Haligi meni Haytali deyshadi, Qudratullojon. Menga pastlik yarashmaydi. Ulamolar aytishgan, osilsang ham baland dorga osil. Shu balandlikka chiqib tepadan tomosha qilsang, tepadan boshqachada ko'nglim yanada yosharsa, baland bo'laversin. Derazani ochishingiz bilan manzara bo'lsin-a, yana tepada havo toza bo'ladi deyshadi. Maqsadim ham shu o'zi. Balandlik baribir balandlik. Tabiat chiroyli. Penthouse olamiz, tog'a. Penthouse bo'ladimi, nima bo'lsa ham mayli, faqat baland bo'lsa. Luks bo'lsa-da maqsadim. Xo'p. Ajoyib. Xo'p, byudjetingiz qancha? Budjet problema emas. To'g'rimi kuyovjon? Ha? Budjet problema emas-ku? Yo'q. Albatta budjeti bor. Hal qilamiz, ha kuyovjon? Albatta, hal qilamiz, ha. Unda bizda yaxshi takliflar bor. Somonadan ko'rib tanlashingiz mumkin. Tanlasangiz, biz borib ko'rsatamiz. Somona yana nima? Sayt. Tanlov yanada oson bo'lishi uchun sayt yaratganmiz. Sotishga ham qulay. O'sha yerdan tanlashingiz mumkin. Sizlarnikimi? Ha, o'zimizniki. Qani bir shu saytni ko'rchi. Saytingiz ismi nima? sk.tj. Hozir. sk.tj. Hozir. Ana bo'ldi, yana bitta uy. Ana tog'a. Mana 2-3 xil uylar bor ekan. Mana. Hozir borib ko'rsak bo'lmaydimi? Lekin uylarga gap yo'q. Borib ko'raylik unda. Yaqin bo'lsa agar. Borsa bo'ladimi? Qaysi biri yoqsa o'shani borib ko'ramiz. Hech muammosi yo'q. Sizga yoqsa bo'ldi. Xo'p, boramiz. Ketdik bo'lmasam. Muborak bo'lsin. Sizning uyingiz sotildi. Alo. Baxtiyor. Keldingmi? Hozir chiqaman, kutib tur. Hozir. Hoy,
Pijakimni olib kelinglar. Tezroq faqat. Qani, Mana dadajon. sen olib keldingmi? Bolam, bir gapni aytib qo'yay. Emin biroz erka bola. Goho noz-nuz qilishi mumkin. Endi shunaqa katta bo'lgan, nima ham qilardik? Shuning uchun sen xafa bo'lma, xo'pmi? Agar Mombondo mas kelsa yoki biror ayb ish qilsa, kechasi kechroq kelsa, tezda menga ayt, xo'pmi? Xo'p bo'ladi Men dadajon. o'zim tezda qulog'ini tortib qo'yaman, xo'pmi bolam? Xo'p dadajon. Xo'p, sog' bo'l. Oq yo'l dadajon. Xo'p, rahmat bolam. Rahmat. Ha. Buncha balosini tilog'lamachilik qilyapsanmi bu yerda? Dadajon deb akamni ko'nglini topmoqchimisan? Menimcha o'zingni dadangni hayotda dadajon demagansan. Nega turibsan bu yerda? Yana uyalmasdan bor ishingni qil. Xo'p ammajon. Hech qachon meni ko'nglimni topa olmaysan. Keling Haytal aka. Uy yoqdimi? Uy yoqdi-yu, lekin bo'm-bo'sh ekan. Jihozlari ham yo'q ekan. Nima bu o'zi? Jihozlarni endi o'zingiz olib kelasiz. Meni maqsadim kirsam-u yashasam, qiynalmasam deyman. Yoki yo'qmi? A? Nima deysiz? To'g'ri. Hamma jihozlari bor uy bormi? Bor. Uy zo'r ekan-a? Olamizmi shuni tog'a? Ha, bir o'ylab olish kerak ekan. Qudratullo, Labay. bu uydan ham zo'rrog'i yo'qmi? Ajoyibrog'idan. Ha, ajoyibidan. Ajoyibrog'idan bor. Sizni vaqtingiz bormi? Kuyovim meni xizmatimda. Ishim bitmaguncha biron joyga bormaydi. Bir og'iz so'zingiz tog'a. Bozorga borsang, avval ko'rib, keyin olasan-ku. Sangak. Xo'p, bo'p qolar endi. Qiz borgan joy yoqqan bo'lsa, u erkakning nikohida bo'lsa, yurasanmi endi ich-ichingni yeb? Uni boshqa orqasidan yurma, qo'yib yubor endi. Nima keragi bor shunaqa ishlarni, ha? Kerak emas. Sizlar meni dardimni qayerdan ham tushunasizlar? Dardi borni faqat dardi bor tushunadi. O'ylaymanki, hammasiga vaqt kerak. Barchasiga vaqtni o'zi shifo bo'ladi. Bo'ldi. To'g'ri aytasan. Men u sen qayerdan bilamiz? Oshiq bo'lmagan bo'lsak. To'xta. Ha, muborak bo'lsin. Bu bemorimiz shaharga borib, yangi rep o'qib kelibdi-ku. Kim? Yangi rep aytibdi. Sizlar qayerdan eshitdinglar? Jo'rabek aytdi. Hali tayyor emas, faqat minus tayyor. Gaplarni yozganman-u, lekin studiyada aytmaganman. Nimasi tayyor? Musiqasi tayyor, musiqasichi. Ha, qani aytchi, minus tayyormi? Boshla unda. Bizga jonli ijro yoqadi. Borcha eshitamiz. Musiqasini qo'yish uchun kolonka kerak. Bo'lmaydi, живой aytish kerak. Fleshkada minus. Fleshkada? O'ylanma. Mirzo,
Shu borib kalonkangni olib kel. Qani, bora qol. Hozirda. Hozir. Yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Ishlar yaxshimi? Qalaysiz, aka, nimaga? Shu suvni ochib kelgandim. Yangang qaramabdi-da. Lapatkani olib borsam, bug'doy yuvayotgan ekan. Bug'doyni laganga solib mo'ykada yuvsa bo'ladi-ku. Qani marhamat Haytal aka. Mana bu 2 xonali uy. Bu mehmonxona, bunisi esa yotoqxona. Mana buni ta'miri boshqacha tog'a. Haqiqatan ham bu zo'r ekan. Tog'a, sizni bilmadim-u, kirishim bilan yuragim jiz etdi. Bu uy ko'nglimdagidek, aynan ko'nglimdagidek. Qalay, nima deysan, kuyov? Ajoyib. Men xohlayotgan uy aynan mana shunday. Marhamat, bu yer oshxona. Oshxonami bu yer? Aha, bu joy bo'lsa yotoqxona. Yotoqxona degan ta'mirlanishi boshqacha. Qudratullajon, qolgan uyni ham bir ko'raylik, ko'nglim tinchsin, lekin shu uy ma'qul. Nima deding, kuyov? Albatta. Ba'zi joylarda ta'mirlash bo'lmoqda. 10 kunda tugaydi. Biz kutamiz, sabr qilamiz. Vaqtingiz bormi? Faqat tezlash. Shom vaqti bo'ldi. Xo'sh, qani berchi. Fleshkangni. Mana. Connected. دیگه در کار نیست دختری هایتالی حیات به تو سونای مفروم مای کوتالی نامی ما سنگالی انه کی سگ هایتالی عشق ما و زینب دات پیرخر قاتلی میخز مای جو میتکم لیباسوما میخند مای تحت دل جدایی و سونای نصیبی ما به تو بدم بدای زینبی جو خیالت میگردم ای دمت رنگی دایدو نرخ عشق تو ارزانه عشق من نداره نرخ فکر میکنی به من آسانه تو به من نمیشوی خوشبخت نرخ عشق تو ارزانه عشق من نداره نرخ فکر میکنی به من آسانه تو به من نمیشوی خوشبخت عشق پوکا خریدن نمیشوم میگفتن پیش کاش که عشق تو در دل من نمیزد نش کاش که میداشتم خونه در یک سه چور پاچکا بعد و تای بیزنسمن ترا میدادک داما ایوای داد اوتا ترا سوم داد ما سنگالیم افتاریتتی ای قشلاق چه خیلی عشق میفروشن مرا زد الکتراشوک قلبی ما فروشی نیست عشق ما میمونه پاک نرخ عشق تو ارزانه عشق من نداره نرخ فکر میکنی به من آسانه تو به من نمیشوی خوشبخت نرخ عشق تو ارزانه عشق من نداره نرخ فکر میکنی به من آسانه تو به من نمیشوی خوشبخت Ofarin, ofarin. Qanding nur. Ajoyib. Zo'r. Shomurod aka. Sizga nima bo'ldi? Shomurod aka. O'zingizni qo'lga oling, Bu Jivoy aytdi, fonogramma emas. Hech gap yo'q. Aka, nima bo'ldi? Yoshligim esimga tushib ketdi. Marhamat Haytal aka, terrasali uy. Hormanglar yigitlar. Ishlaringga omad. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi? Qo'ya. Mana shu uy hovlili uy. Hovlisi qayerda? Hovlisi mana bu tarafda. Hovlisi shaharning markaziga qaratilgan. Hovlisi shuda, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Qudratullo, bu uyning hajmi qancha? Kvadrati juda katta. Ichkarisi 150. Tashqarisi 80 kvadrat. Umumiy 230 kvadrat. 230 kvadrat? Ha, 230 kvadrat. Xudoyim, shunday katta uy olish orzum-ku, lekin ozroq pulimiz yetmas ekan. 2 xonali uy bor edi-ku, o'shana narxi qancha? Kel, shuni gaplashaylik. Aka, ajoyib zo'r uy dedingiz. Ajoyib zo'r uyga olib keldim.
Unaqa gaplarni qo'y. Yana bozorga borsang, savdo qilasan, to'g'rimi? Uyam hal bo'ldi. Bir kunda bitirdik. Zo'r uylarni ko'rdik-ku, lekin eng yoqqan 2 xonali uy bo'ldi-da. Ajoyib uy ekan-a? Bo'ldi, tog'a. Demak, olamiz. Ana olamiz degan so'z menga juda yoqadi. Olamiz desang, ko'nglim xotirjam bo'ladi-da. Yana ozroq chidasak, men 2 xonali uyli bo'laman. Shu 2 xonali uyni olaman-u, shu uyga ozroq yetmayapti-da, lekin. Qancha yetmayapti? Shu yarmi bor-u, yarmi yetmayapti-da. Nima desam ekan, 4 hissadan 2 hissasi yetmayapti, 2 hissasi bor. Yarmi bor-u, yarmi yo'q. Shunday desang ham bo'ladi. Shu o'zing aytganingday. Yarmi bor-u, yarmidan ham yarmi yo'q. Ko'proq yetmayapti-ku, tog'a. Shu endi olamiz deganingga ko'nglim xotirjam qilib o'tiribman-da. Juda ham uy chiroyli ekan-da. Tog'ajon, agar qo'limda bo'lganda jonim bilan hozir cho'ntagimdan chiqarib bergan bo'lardim. Lekin bunaqa katta pul meni qo'limda yo'qdi. Bu ishlar jiddiy ishlar. Bunaqa jiddiy ishlarni oilamizda kattalar hal qiladi. Shunga to'g'ri tushunasiz. Kattalar kim? Dadam, amakim? Ha. Nima deysan? Oldilardan bir o'tib so'rasammikan? Albatta, siz bir aytib ko'ring. Endi qudasizlar, yo'q deyishmaydi. Qarang, uyga boramiz. Ovqatdan keyin albatta shu mavzuni oching. Bir og'iz ularga ayting, xo'pmi? Xo'p, sen ham borsan-ku. Hayda mashinani, tog'a. Xo'p, o'zimni kuyovim. Shu seni tanlab umuman xato qilmaganman-da. Juda yaxshi kuyovsan-da. Men izlagan kuyov. Xo'sh, qalaysizlar? Shu Husnora nima degandi? Qo'y shu gaplarni qaytala. Tavba qildim, Xudoyim. Amin. Xudoyim. O'tgan ish o'tdi-da. Yoshlik o'tdi ketdi-da. Haytal akamni qiynamang. Marhamat. Men emas, bu meni qiynaydi. Haytala. Olinglar. Qara, poy qadamli ekansan. Rahmat. Rahmat. Qani olinglar. Yoqimli ishtaha sizlarga. Rahmat bolam, rahmat. Qani olinglar-chi. Poy qadamli ekansan, Haytali. Uni meni qizim deyshadi. Sen nima deysan? Go'shtni qara. Shirin bo'pti. Haytalini qizi 5 panjasi ham hunar. Kelinimiz mazali ovqat qilibdi. Kelin zo'r ovqat pishiribdi. Ofarin. Qizimni ne umidda katta qildim axir. Tarbiyaladim. Qanday nur, Haytali. Hayotni past balandini juda ham yaxshi biladi. Hayotni hamma qiyinchiliklarni ko'rgan. O'zimi qizim. Aka, qoyil qoldingizmi? Nusratjon, lekin zo'r kelin qilding. Xudo xohlasa. Endi o'zing o'rganasan ovqat qilishni. Yerli yana Husnora kampir bor. Husnora o'rgatgandek. Voy, meni jonim keldimi? Voy, onasini joni shirin bolam. Voy, shirinim o'zimmi? Voy, asolim. Voy, jonim. Gapir, Haytali. Gap shuki, men avlodimizga tegishli kitobni varaqlab bir joyini topdim. Ensiklopediya deydimi? Nima edi? Shajara. Shajara deydimi? Shuni men sizda shajara bor. Qidirib o'qib chiqdim. Bir odamdan topdim. Bizni avlod ajdodlarimiz bir ekan. Bobolarimiz, momolarimiz amakivachcha bo'lishgan ekan. Yo'q. Buni qarang, qanaqa o'xshaymiz. Yuzlarimiz o'xshaydi. Bir avlod ekanmiz. Biz bir avlodmiz. Buni 1-2 kun oldin tushundim. Tabriklayman. Yana bir narsani o'sha joyida o'qidim. O'sha shajarada o'qigan narsam shuki, juda ham oqibatli ekan. Or nomusli bo'lgan. Agar bittasi pastga ketsa, qolgan hammasi yig'ilishib, unga yordam berib, pastlikdan chiqarib, qo'llab quvvatlagan ekan. Biz ham o'sha avloddan kam emasmiz. Biz ham yordam qo'lini cho'zamiz. Xudangiz bor, nima g'amingiz bor? Meni ishonchim bor. Bu bizni qonimizda borligiga. Bu genetikamizda shunaqa ekan. Genetika. Men buni ensiklopediyada o'qidim.
meni ko'nglim to'q bo'ldi, chunki shu avlod o'zimizni avlod ekan. Yashang, yashang. O'zimni ham ko'nglim to'ldi. Endi bir gapni joyi keldi aytmasam bo'lmaydi. O'zingiz aytganingizdek, o'zingizni og'zingizdan chiqdi bu gap. Meni bir yetishmovchiligim bor quda. Eminjon birga shaharni aylandi. Shahar markazida necha yildan beri orzuyim bor edi. Shahar markazidan bitta uy sotib olsam deb borib uylarni ko'rdik. Bitta uy menga juda ham yoqdi. Abdujabborjon, juda ham menga yoqdi. Shunga pul bor-u, lekin ozroq yetmayapti. Pulim bor, 40 ta bor. Lekin yana 30 tami, 40 tami bo'lganda shu uyni egasi bo'lib qolardim-da. Uyli joyli bo'lib qolardim-da. Albatta qo'llaymiz dedi-ku. O'zlaringiz aytdingiz-ku, qo'llaymiz deb. Men aytmadim, Nusrat aytdi. Men aytmadim. Ikkalangiz ham bir odamsizlar-ku. Siz aka-uka, u uka. Baxtiyor, Labay aka. chiqib mashinaga qara. Nechta bo'lsa hammasini olib kelchi. Bir gap aytsam maylimi aka? Mayli, gapir. Bu boshlanishi, hali ham vaqt bor. Baxtiyorjon, nimani vaqti dedingiz, tushunmadim. Ya'ni aka, sizga yordam qilishni boshlanishi deyman. Mayli, mayli, juda yaxshi-da, yaxshi. Mayli. Xo'p, bor. Hammasini olib kel. Olib kela qol Baxtiyor. Baxtiyorjon, olib keling. Baxtiyorjon, yaxshilab hamma joyiga qarang. Nechta bo'lsa hammasini olib keling. Ha, albatta. Ha, Mashinani ham shajarasiga qarab ko'raman. Yaxshi, yaxshi. Baraka toping. Xudo, shu shajarani aytaman-da. Siz qayerdan bildingiz bu bizni avlodni shajarasi ekanligini? Axir bir tarixchi bo'lgan ekan-u. O'zini og'zidan chiqqan gap-da, o'sha Tarixchining kitobi bor. Har kimga ko'rsatmaydi bu kitobni. Men u odamga chiqishim uchun bitta gaplashdim. 3 ta odam bilan gaplashdim. Keyin menga o'sha kitobni topib berdi. Men o'zim o'qidim. Ajdod avlodlarimiz bitta bo'lgan ekan. Ya tavba, ey Xudo. Juda xursand bo'ldim. Mana qarang, yana qarindosh urug' bo'ldik. Bu avlodimiz yana ham mustahkam bo'ldi. Yana ham mustahkam bo'ldi. Shuning uchun siz bilan quda bo'ldik-da, quda. Qoyil, barakalla. Ha, qonda bu, qon bir-biriga tortadi. Ha, shunday. Ha. Keldingmi, Baxtiyorjon? Olib keldim aka. Mana, bori shu Bu ekan. ikkitami? Xudo, boshqa birorta pachka yo'q ekanmi? Yaxshilab qaradingizmi? Bir 30 tami, 40 ta bo'lganda edi. Aytali, Xudo, borini olingda ishingizni bitiring. Haytali, shukr qilgin, shukr qil, ishing bitsin deyapti. Ha mayli. Bu buyuk avloddan buyuk ajdodga boriga shukr, to'g'rimi? To'g'ri. Shajaramiz yana ham qalin bo'ldi. Shunday buyuk avloding bor mana, qo'llab-quvvatlayapti mana. Bo'ladi. Mana ko'nglim ancha xotirjam bo'ldi. Rahmat sizlarga. Xudo. Lekin ancha ish bitdi. Ha, choyda. Bitta choydan ichaylik. Hammasi yaxshi bo'ladi. Choy yaxshi bo'pti. Aytaman-ku, Xudayim bor, nima g'aming bor deb. O'tog'ingizda pista, bodom, magiz bor. Bemalol yeb, xotirjam uxlaysiz. Ha endi buyuk avlod, ajdod shunday bo'ladi-da. To'g'ri. Yeb o'tib ketganlarni ham pullari ko'p bo'lishgan. Pul ko'p bo'lgan, to'g'rimi? Ha. To'g'ri. Otajon, yotog'ingiz tayyor. Rahmat bolam, rahmat. Hoy Zaynab, bolani kashasini berib qo'y. Xo'p, bo'ladi. Xonasida turibdi. Xo'p. Otajon, xayrli tun. Mayli, xayrli tun. Sizni bir daqiqaga mumkinmi? Labayjiyan. Siz qanaqa qiz katta qilgansiz? Tinchlikmi? O'quvsiz qizingizni qo'lida hech qanday hunar yo'q. Qo'lidan bironta ish kelmaydi. Na ovqat pishira oladi, na boshqa ishlarni qila oladi. Ovqat qilsa ham qanaqadir yuvindi pishiradi. Ha, axir bizning uyimizda go'sht ko'p, uyimizda birorta yetishmovchilik yo'q. Nima yetmaydi unga? Biror yaxshi ovqat tayyorlasin. Uydagilar unaqa ovqat yeyishmaydi. Shu ovqatni Zaynab qachon pishirgan edi? Ana kuni kechasi. Kechasi. Yaxshi ish qilibdi-ku axir. Sizni sog'ligingizni o'ylabdi.
Kechasi kim go'sht yeydi? Jiyan. Go'sht odamni oshqozonida 7-8 soatda hal bo'ladi. Rahmat deyishni o'rniga qizimni yomonga chiqaryapsanmi? Sen minnatdor bo'lgin. Yaxshi qilibdi, sizlarni g'amingizni yebdi, sizlarni salomatligingizni o'ylabdi. Yana gina qilasan-a? Men sizni ogohlantirdim. Xayrli tun. Tavba. Bu yana kim bo'ldi? Ovqatmish. Ana, bolajonga kashi olib keldim. Mana, kashi yeydimi? Yemaydimi? Ana, barakalla. O'zimni Shohruxjonim. Barakalla. Hozir kashasini yeb oladi. O'zimmi Shohruxjonim? Uyqusi keldimi? Uxlab qoladimi? Asalim o'zimni. Ha, yo'q. Unday qilma. Kashani suvini ko'p issiq qilmadingmi? Yo'q, issiq emas, amajon. Bor, ishlaringni qilaver. Xayrli tun, amajon. Qani kelchi bolajon. Voy bolajonim o'zimni. Uxlaydimi yo uxlamaydimi? Eshitaman. Qachon kelasiz? Biror kishi meni so'radimi? Yo'q, hech kim so'ramadi. Unda kechroq boraman. Xo'p, mayli. Xo'p. Yurasan-a. Emin uyim oldiga kelgan bo'lsa, bechora eshikni oldida 1 soat taqillatib kutib o'tirgan bo'lsa, meni kutayotgan bo'lsa, men nima qilib yuribman deb hech ham o'ylab ko'rmadingmi? Bechora Emin. 1 soat kutibdi-ya. Xotiningiz biladimi eshigimning orqasida kutib o'tirganingizni? Yo'q. Kechirasiz-ku. Siz o'zi kimsiz, a? Ko'p kesatma. Ko'p siz deyvermagin. Ko'payib ketyapti. Yoki bir-birlaring bilan kelishib olganmisizlar? Sizlayverma. Bu so'zni men yomon ko'raman. Meni o'z ismim bor. Sizlayverma meni. Emin. Meni ismim Emin. Qani bir qaytarchi? Emin. Meni Eminjonim deb. Emin. Yana bir marta aytchi. Eminjon. Sizni xotiningiz bor endi. Bu gaplarni qo'y. Qayerda eding? Soatga qara, soat necha bo'ldi? Senda faqat uy va ishxona bo'lishi kerak. Qayerda eding? Kim bilan eding? Qani gapir. Siz xotiningiz bilan ham shunaqa savol-javob qilasizmi? Ey qiz. Men seni oldinga xotinimni gapirish uchun kelmadim. Sendan xabar olgani keldim. Qayerda eding? Sizga yana bir bor eslatib qo'yaman. Sizni xotiningiz bor. Emin. Bugun menga og'ir kun bo'ldi. Ishlarim juda ko'p edi. Charchadim, uxlashim kerak. Siz ham uyingizga boring, yana xotinchangiz xavotir olmasin. Bu qo'ysang-da. Aka? Ovqatlari juda ham mazali ekan.
Menimcha qimmat bo'lsa kerak, a? Shoga. Sen nashat pul haqida o'ylama, tushundingmi? Sen faqat charitsa qil, tushundingmi? Aka, odamlar aytishadi. Go'shtni uyda yesa mazali bo'ladi deyishardi, lekin restoranda ham mazali bo'lar ekan, ha? Bu yer restoranmi? Bola, boshqa qayer bo'lish kerak? Men senga aytdim-ku, seni zo'r joyga, avtoritet joyga olib boraman deb. Hozir dvijuhalar boshlangan. Endi doim yonimda bo'lasan. Men senga aytgandim-ku, meni o'ng qo'lim bo'lasan deb. Sen so'tak yana shu kiyimlaringni kiydingmi? Aytgandim-ku, qizil-mizil kiymagin deb. Aka, qanaqa qizil pushti-ku? Boshqa kiymagin, yo'qot buni. Senga ertaga forma qilamiz. Derski dedingiz, derskisidan kiydim. Qayeri derski buni? Boshqa qizil-mizil meni oldimda kiymagin. Men yoqtirmayman, tushundingmi? Uydagilar qo'ng'iroq qilmadimi? Menga qara. Ustoz bilan otangga aytgandingmi? Men Abu aka bilan ketdim deb. Aytganimda ruxsat bermagan bo'lardilar. Ha, mayli. Yana tashvish bo'lmasin, tushundingmi? Ol. Qani ol, katta ekan. Qorningni to'yg'az. Hozir qo'ng'iroq qilishsa, ishlarni tez qilish kerak bo'ladi. Bunaqada ulgurmaymiz. To'ydingmi, Shoga? Ha? Turamiz. Ofitsiant. Shotni olib kel. Ana qo'ng'iroq qilishyapti. Alo. Ola bey. Nima? Rahmat aka. Nima? Yana bir marta qaytar. Xaltani oldingmi? Qaytar. Bo'ldi. Vastanovit qil, tushundingmi? Tamom. Meni boshimni ko'p qotirma. Hali vaqt bor. Ertalabdan beri 1 soat deysan menga. Senga 20 daqiqa-yu 20 sekund vaqt. Tamom. 20 daqiqa-yu 20 sekund. Uje 10 sekund ketdi. Hozir men aytgan joyingga boraman. Bo'pti. Nima bu? Aka, bunisi shotmi deyman? Shoga, sen pulni o'ylama, tushundingmi? Hozir hal qilamiz. Shapkangni yech. Yech tez. Ol boshingdan. Yech dedim. Yaqinroq ke. Boshingni yegsang-chi, yeg boshingni. Bola, bu yoqqa ke. Bu yoqqa ke. Sizlar xalqni ahmoq deyapsizlarmi? Bu nima bu? Nima ahvol? Labbe, eshitaman. Bu yoqqa ke, nima bu? Yaqinroq ke, ko'zingni katta ochib qara. Nima bu, ha? Nima bu? Bor, kattarog'ingni chaqir. Tez chaqir kattangni. Bu yerda odamlar pul to'lashadi axir. Buni ahvoliga qara. Shoga, ko'ryapsanmi buni? Bu yerda odamlar pul berib ovqatlanishadi. Bu qanaqasi axir, Administrator kim bu yerni chaqir? Nima bu ahvol? Administrator. Da. Abu. Gul.